She'riyat mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirot shahrida dunyoga kelgan. Otasi G'iyosiddin Kichkina Temuriylar saroyida xizmat qilgan. Navoiy yoshligidan ilm-fanga qiziqqan, Hirot, Samarqand va Mashhad shaharlarida tahsil olgan. U turkiy, fors, arab tillarini mukammal bilgan. Husayn Boyqaro hukmronligi davrida Navoiy davlat shahrida faol qatnashgan, vazirlik lavozimida ishlagan. Kecha kelgundur debon ul sarvi gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdimu chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga-yu ul sho'xi badxu kelmadi. G'urbatda g'aribu shodmon bo'lmas emish. El anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbulg'a tikandek oshyon bo'lmas emish. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda Andijonda tug'ilgan. Temuriylar sulolasiga mansub buyuk sarkarda va shoir. U yoshligida Farg'onaga hokim bo'lgan. Keyinchalik Samarqand uchun kurashlar olib borgan. Hindistonga yurishlar qilib 1526-yilda Boburiylar imperiyasiga asos solgan. Bobur adabiyotda Boburnoma asari bilan mashhur bo'lib, unda o'z hayoti, tarixiy voqealar va tabiatni aniq va haqqoniy tasvirlagan. Tuz Zahiriddin Muhammad Bobur. Yuz Zahiriddin Muhammad Bobur. Sarishtai ayshdim ko'ngilni zinhor. Uz Zahiriddin Muhammad Bobur. Kimki yaxshilik qilsa elga, yaxshilik qaytur albat unga. Yomonlik bilan o'tma umrni, ezgunon qolar oxiri senga. 18 ming olam oshubi agar boshimdadir. Ne ajab chun sarvinozim 18 yoshimdadir. Desa bo'lg'ay kim yana 18 yil husni bor. 18 yoshimda buncha fitna kim boshimdadir. Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek adabiyoti va ma'naviyatining ikki buyuk ustunidir. Navoiy o'zining boy ijodi va yuksak insoniy fazilatlari bilan turkiy adabiyotiga asos soldi. Bobur esa bu merosni chuqur anglab, uni e'zozlagan buyuk shoir va davlat arbobi bo'ldi. Ularning ilmga intilishi, mehnatsevarligi va vatanga muhabbati bugungi yoshlar uchun haqiqiy ibratdir. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish va davom ettirish yosh avlodning muhim vazifasidir.